Qaranglar, turk qaynonam qanday yuvishni o'rgatgan. Hududlikka sezoni kelyapti. Ertaga zaharlanib qolib, yo'q, bunaqa bo'ldi, bunaqa kasallik chiqdi deb yurmang. Turk qaynonam faqat shuni o'rgatgan, har doim yuvishida. Hozir mikrobini ham, kirini ham, qurtini ham ko'rsataman sizga oxirida. Chayni soda bu, bir qoshiqcha, kichkina qoshiqcha. Solasiz. Sirka solasan. Bu beyaz sirka o'zimizda uksus deydi, anaqani tayyorlangani. Somsa bilan qo'shib yeymiz-ku. O'shani tayyorlangani. Suvimizni solamiz. Keyin shu sirkadan bu choy istagan o'zimizda piyolacha, yarim piyolachadek solasiz. 20 minutcha kutishingiz kerak qizlar. 20 minutcha. Yetadi. Shu turish 20 minutcha kutamiz. Hozir men sizga ichidagi to'kiladi. Hamma kirib mikroblari tagiga to'kiladi. O'zi boshladi suvini rangini qarang. Ko'rdingizmi? Hozir ko'rsataman sizga. Qurtlar ham chiqadi buning ichida. Hali 20 minut bo'lmasdan qara shuni. Mana qara. Qora ko'rdingizmi? Qarang, mikrobini dunyoni hamma joyida bolalaringizga bermang yuvmasdan. Birinchi o'rinda soda, sirka. Agar uksusdan solmoqchi bo'lsangiz, yarim qoshiqcha soling. Ko'rdingizmi? Tirik. Sirkali, sodali suvda turdi, 3 marta yuvdim. Endi bolalaringizga bersangiz bo'ladi. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang. Top-toza bo'ldi.